Assalamu alaykum qarindoshlarım. Men aldığım günü bir reklam çıkarıp koygandım. Qurbanvali ustozni yana bir qatim ko'rurmanlarning taklifiga asosan jiq savollar yig'ilib ketganligi uchun ekranga taklif qildik. Qurbanvali akimizmi taklifimni qabul qildi. Marhamat. Assalamu alaykum. Siz meni taklif qildingiz. Sizga ko'p rahmat. Ko'rmanlarga oliy salom. Rahmat. Men ilk savollar bek yig'ilib ketdi. Bu savollarni endi muhimlik darajasi bo'yicha ratlab ikki savolni bugungi o'rinlashtiraylik deb o'yladim. Qurbanvali aka. Birinchi savol, Uyg'ur degan ism biz bilan qachondan beri billa debdi. Anandikin ikkinchi savol 11 bitim debdi. Shuningga birinchi savolni beshida shu Uyg'ur degan ism biz bilan qachondan boshlab billa degan savolga javob bergan bo'lsangiz. Mening ovozim yuqorimi yo tuvanmi? Yaxshi ovozingiz. Unda o'si bo'ldi. Bunda endi ko'rmanlar agar meni ba'zi savollarga javob berishga taklif qilgan bo'lsa, men albatta qabul qilaman. Ularning savollariga javob berishga tirishaman. Garchi saviyam chekli bo'lsin-u, yana tirishib shularning savollariga imkon qadar bilmaganimni tadqiq qilib, o'rganib, to'liqlab javob berishga tayyorman. Endi hammasi to'g'ri bo'lib ketdi degan bo'lmaydi. Ba'zi xatoliklar bo'lsa, tuzib qo'yishini o'tinaman. Rahmat. Endi siz degandek shu birinchi savolga kelaylik. Uyg'ur degan nom qachondan boshlab biz bilan birga? Ya'ni shu bu savol ko'p mazmunni o'z ichiga olgan savol. Bu nurg'un tarixiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bizning bu suhbatimizning vaqti cheklik. Shunga men buni imkon qadar qisqartirib javob beray. Bo'ldi. Ya'ni hammamizga ma'lum Xitoy hukumati bu Xitoy davlatining tarixini 5000 yillik tariximiz bor deydi. Keyin 6000 yillik tariximiz bor deydigan bo'ldi. Bag'asir o'rlayotdi. Amaliyotda bu yolg'on. Bu yolg'on deganimiz men yeshimni bilaman. Shu men tug'ilgan yili, shu 49-yili Xitoy armiyasi ketgan. Bu hamma odamga ayon. Bu endi bu yerga bizga qandoq qilib kirdi, qandoq bizni besib oldi. Bu naytda aniq narsa Sovet ittifoqining yordami bilan kirdi. Sovet ittifoqining aeroplanlari shu Yangamdan shu Gansuchilik akab qo'ydi, Gansudan Qumulgacha keldi. Qumuldan mashina bilan keldi. Bu hamsi aniq narsa. Bu biz azaldan bizning bu joy degani texnik cho'ng olgan. Endi shu tema ustida to'xtalay. Buni yolg'on desak bo'lmaydi, buning isbotini ko'rsatish kerak. Nemishqa Xitoy shunday deyalaydi. Xitoyning gazeti bor, radiosi bor, TVsi bor, nashriyat hammasi shuning qo'lida. Uyg'urning hech nimasi yo'q. Şinjan gazeti degan gazetning uyg'urchasi bor. Şinjan xalq nashriyati degan nashriyatda uyg'urcha bilim bor. Radio, televiziyadami uyg'urcha bor. Ammo u uyg'urning emas. U Xitoy yozganini tarjima qiladi. U Xitoyning buyruqsiz, Xitoyning cheklimisiz, uning tasdiqsiz hech qanday bir og'iz gapirmaydi.
Demek Xitay özünün şu matbuatıga tayinib yalğançılık qiladi. Bir yalğanni bir dese, 10 dese, 1000 dese, endi rostqanning qolgan ishi bo'ladi. Nurg'un odamlarning, hamma odamning aqli hammasi joyida bo'lmaydi. Ba'zilar gapni bak anglaydi, qulog'i yumshoq, ashuna da'vagandan har rost o'xshaydi. Musulmonning tarixi uzun ekan, bizning tariximiz yo'q o'xshaydi degan ko'z qarashga kelganlar bor. Hatto bizning ba'zi yozuvchilarimiz Xitoy yozgan tarixni tarjima qilib, ko'chirib, Uyg'ur tarixi deb yozib, Uyg'urlarga yozib bergan tarix bor. Bu butunlay yolg'on. Bu mushularni asosam, endi ichim bak nima qilib ketadi, serilib ketadi. Bu nima uchun shundoq? Bizning qo'limizda hech nima yo'q. Gazet yo'q, radio yo'q, TV yo'q, hech nima yo'q. Bizning ovozimiz chiqmaydi sirtqa. Hatto o'zimizga ham anglanmaydi. Masala shu yerda. Shunlashqa biz matbuot huquqiga erishgan bo'lishimiz kerak. Bunda qilish uchun bizning asldagi davlatimiz asliga kelish kerak. Shuna bo'lsa bu mumkin emas. Yani bu ketib yana siyosiga ketib qoldi. Men bu siyosiy temani so'zlashni qolmayman. Men endi o'sha ilmiy temada arxeologiya, jo'g'rafiya, tarix o'sha sohadan tushuntirishga tirishaman. Rahmat. Endi Uyg'urlar Ras aşındaq tarix qısqa Xitaychilik uzun tarixi yo'q. Xitoy bu vaqtda Uyg'urmi bor. Men buni sizlarga nihoyatda pok bilan tushuntirib beray. Xitoyning bir avliyosi bor, Kunzi deydigan. U miloddan ilgari 6-asrda o'tgan odam. Shu yezib qoldirgan kitoblar qog'oz yo'q. Bambuk yog'ichiga yozildi. Buni tarix tutuk deb ataladi. Arxeologiyada. Shu Kunzi yozgan shu bambuk kitobda bunda bir gap bor. Uningda bizni uy deb ataydi. U Xitoycha guy degan xat bilan yozildi. Guy degan xatning shu zamondagi aholi uy. Bizni uylar deb ataydi. Mush uylar yavoylar. Bular xo'shalarni ani topadi deb Kunzi o'zi yozgan. Demak, mush uylar bizni buzaq qiladi deb yozgan. Mush Kunzi shu vaqtda shuni yozib, ashundaq yolg'on tashviqot deb qo'ygan. Kimga iboratdi? Shu vaqtda 6 davlat, urushqoq davlatlar degan zamon shu. Miloddan ilgari 6-asr. Shu vaqtda shu Xitoydagi 6 davlat, Shanxay, Guangzhou, Xi'an, bu har tarafdagi 6 davlat bir-biri bilan urush qilayotgan davr. Shunga uni urushqoq davlatlar deb ataydi. Shu davrda hamma davlatlarga Aşağıda bir uy deydigan bir odamlar var. Yavoylar bizni buz ketadi deb ashlarga bir xil ashlarning ko'ngliga bir xil o'chmanlik solgan. Shu vaqtda Kunzi ashna tashviq qilgan. Endi biz Xitoyning madaniyati bizning bilishimizcha miloddan ilgari 21-asrdan boshlab bular o'zining tarixi bor deb ataydi. O 21-asr qanday asr? Shangju deydigan sulolalar bor devr. Uningda bir xil to'rtburja xat bor, ammo u Xitoycha xatmi, qanday xat, u aniq emas. Ularni Xitoycha xat deb ataydi. Hozir ular o'zlari o'qiydi. Amaliyotda u
bundaq bo'lishini atayın. Hatta en burunqi yazıqımız Jaguvin deydi. Jaguvin degan kalının tağaq so'ngiga yezilgan xat deydi. O xat emas. Ay tağaq so'ngakni hozirmi o't qaqilsanglar chiras etilib xatdek bir siziqlar chiqdi. Shu. O siziqlar Xitoy xat emas. O siziqlar belki bizning xitimizga o'xshaydigan siziqlar paydo bo'ldi. Rastilla al-Qur'onik yazıqlari, Karaşti yazıqı degan yazıqlarga urg'un o'xshab ketadigan belgilar chiqdi. Bu endi bunday yazıqimizda hammasi quruq gap. Hammasi o'zi tepib olgan, o'ylab topgan nazariya. Uydurup yazılan tarixide. Endi bu Jaguvinni kim biladi desa, Xitoyda Xushen deydigan bir mutaxassis ekan, anglondan qolsa Gomoro. Endi bular hammasi intayin usti yolg'onchilarni. Endi qarab turib bir siziqnishlar sizib qo'ysa, ma'palani xatti deydi, shuni degani hisobga yozilib qoldi. Endi bu ishlar tarix. Buni endi bu masxara emas, bu rost. Hem şu zamandan tartib da hozirgachilik Xitoy davlati mavjud deydi, yolg'on. Endi biz tuvanda yana Xitoyning har qaysi davlatlarini qisqacha bir tunishtirgan vaqtda qaysi Xitoyning qaysi emas buni so'zlab o'tamiz. Endi biz Xitoy miloddan ilgari 21-asrdan tartib hozirgacha Xitoyning davlati mavjud degan yolg'on. Bu ularning degan gapi. Yani Uygur'un şu vakti dövültü var mı? Uygur şu vakti bağırdı. Abi ben dedim, uy diyenler şu Uygurlar. Uygur diyenimiz Türkiye halklar diyen yer. Bu fakat sap Uygurlar emez. Ay Türk dili sözlü halklarının hepsi aşkaklarının. Şu zamanlarda bizden kançı sulalımız var, kançı imperiyemiz var. Birisi Hun Tanrıqutı deydigan bir imperiya var. O miladdan ilgari Xitoyning urushroq davlatlar davrida bor. Hun Tanrıqutı. Tanrıqut degan Allohning o'g'li degan gap. Tanrining quti o'g'li degan gap. Shu Hun Tanrıqutı degan davlatning podshosining ismi Tanrıqut. Allohning o'g'li degan gap. Bu Hunlarning tili Turkiy til. Yani bu devrede bir Hun Tanrıqutı deydigan bir imperiya var. Çıktı mı? Avaz var ha? Avaz var. Arlıqda azraq neyim oldu? Arlıq ters mi ya? Yaxşı avazınız. Ama olsun, umurdur. Bana kulak sırlarında. Onun için Türk Hakallığı diyen devlet var. Bu 600'lerin yüzünü tartışıp 840'ın gelirsin. Bu ne hem de tarihçılar koygan için. Bunun Tanrıqutı devri, Türk Hakallığı devri de koygan için. Yani biz Türkçe yapılan bir doğrusu yazıları eğitimlikte Türk Hakallığı devri bunun ismi Türkistan. Bu halde yazılar arkalı kısaltlandı. Yani onun için istiyor Uygur Hakallığı diye bir devri var. Bu 744 mütasır 842. Uygur Hakallığı devri. Bunu tarihçiler koygan için. Yani bu Uyguristan demişti, bu Türkiye namerli. Bunu unutmayın. Ama Uygur Hakallığı diyen bir devir var. Demek, Uygur tarihindeki 3 devir, bunu zaten... Kurbanka, avazınızın yaxşı emas dep tut, ordaşlar. Bu kuluğunuzdakini əvitemsiz ya. Bunu edersem çıkardı. Çıkıdı çünkü bu gıcıldab etip tutuyor, ayakta xat yazıp tutuyor.
Sınap bakaylı mı? Evet baksa anlamdadır. Hazır anlamadı da. Sizin avazınızı anlamadı. Anlanmadı mı? Onda Ha. siz neymiş ki gücüldaydıgan da işte da hazır hazır mı yakşamazsam da hazır bir gücüldaş bacıyor sizin avazınızda. Biz 10 Tanrı Kuti degan yerda to'xtaldik. Bir şeyden qayg'ini davomlashtirayli yana. Ha, ma'qul. Hozir ovoz bo'lamdi. Ovoz bu yaxshi hozir. Ha, yaxshi. Ana bo'lsa, shu Uyg'ur tarixida 3 imperiya bo'lgan. 10 Tanrı Kuti. Bu miladdan ilgari. Miladdan keyin 600 yıldan 700 yılgachilik Türk xaqanlığı. Onundan keyin 840 yıl kadar Uygur xaqanlığı. Yani bu Uygur tarixidagi 3 imperiya. Yani bu bir yerde ben turalgan sual Uygur to'g'riliq bo'lg'achqa men hammasini Uygur dedim. Bir yerde deyilayotgan Uygur deganning ishiga hammasiga bütün Türkiye tili so'zlaydigan xalqlar kirdi. Shularning tarixi Uyg'ur bilan o'rtaq. Uyg'urning kechirgan tarixiy kechirmishlarining hammasiga Türkiye tilida so'zlaydigan xalqlarning hammasi o'rtaq. Shuningdek bu yerda bir Uyg'urni gavdalantirib boshqalarni demagan gap yo'q. Bu yerda endi Uyg'ur to'g'riliq so'zlanayotganda men Uyg'ur deb so'zladim. Uning ichiga hamma Türkiye tilidagi xalqlar kirdi. Endi demak, shu Xitoy bizning tilimiz, davlatimiz bor degan shu miladdan ilgarigi Kunzi degan davrdan tortib miladi 840 yilga qadar Uyg'urlarning 3 cho'ng imperiyasi bo'lgan. Bu imperiyaning hammasi Xitoylar degan shu davlat bilan sadichinning ichidagi davlatlar bilan urush qilgan. Miladdan ilgari uni bilan har qaysi urushqoq davlatlar urush qilgan. Shunga Kunzi deydi, bizni buzaq qiladi deydi. Bu paket. Endi Türk xalqi davricho bu miladdan keyin. Bu davrda hamda asosan Süy sulalesi hem Tang sulalesinin yerimi. Bu devirlerde şu yanıla şu Süy sulalesi bilen uruş kılan. Bu Han sulalesi bilen kılgan uruş tügenden keyin Süy sulalesi bilen kılgan. Han sulalesi bilen Hun oturusunda en ahırda bolgan uruşta Han'ның gümran buludu. Hun imperiyasi mi gumron bo'ladi. Hun ikkiga parchaladi, Han butunlay tugaydi. U qaytadan Süy sulolasiga aylanadi. Bu Süy sulolasi andikin qaytadan yana Türk xalqi degan shu, yana shu Turkiya tilida so'zlaydigan xalqlarning davlati bilan urush qiladi. Uningdan keyin Uyg'ur xalqi degan davlat bilan urush qiladi. Ishqilib tarixdan buyon bizning o'tirimizda urush bo'lgan, ko'pincha holda Xitoylar mag'lub bo'lgan. Uyg'ur degan taraf yani parchalangan. Buning zemini intayin kam. Shu Sandongning bir yeridan tortib to shu Ko'kar, shu Pomirning g'arbigachilik bu yerda bo'lgan zaminlarning hammasi Tarim vadisini merkez qilgan zaminlarning hammasi Türkiye tili so'zlaydigan xalqlarning zamini. Bu Xitoy zaminidan bak kam. Endi shu Hun, Türk, Uyg'ur degan xalqlar hammasi ot minadigan millat, go'sht yeydigan xalq. Buning yemakdagi asosan shu.
Sediçinin içindekilerinin eti yok. Ular sey yeydigan. Şu Köktat yeydigan. ot yeydigan muşundaq. Demek bular kuş seliştirmesi de yine bu şimaldaki milletlerge tenkilemeydi. Bu muşundaq boğan değişendi. Ya ki üzül kisil yok kılıvetmeptiken aslında kaldırıp koygaçka çalıp etken ok degen okşaş şunda boğan işendi bu. Endi Uyghur xallığı 840 yılga kelgende bir voqeaga duch keldi. U qanday voqea desa, Jut bo'ldi deydi. Jut degan shivirg'onlik qor. U Urqu vodisida bir davlat qurgan shu vaqtda. Nima uchun shahar qurgan desa, shu Mangutashda nihoyat aniq yoziqliq. Bizning xaqonimiz mushu o'tgan tog'larida o'ltirsa, bizning g'arbdagi yurtlarimiz omon eson turdi deydi. Chunki bu yerdan Jipak yo'li shaharni o'tidi, bu Xitoyga yaqin, Xitoy bilan elishsa, mashhad elishsa, omon g'alaba qildigan yer. Shuningdek, shu yerda davlat qurgan o'tganda. Endi bu shu mushundoq tarix jarayonida nurg'un urushlar bo'lgan. Yenilish ko'p bo'lgan. Asosan Xitoylar ko'p yenilgan. Xanhun urushida Xitoy butunlay gumron bo'lgan. Suyulan Tang sulolasining Uyg'ur xaqonligining, Turk xaqonligining ishbora qilgan o'tirisida bo'lgan urushda Suy sulolasi butunlay gumron bo'lgan. Undan keyin bu Tang sulolesini Uyg'urlar qurgan, Turkiy xalqlar qurgan. Ama u Urqun vodisidagi Turkiy xalqlarning davlatini o'ziga qo'shib olib, dunyo bo'yicha eng cho'ng davlat bo'laman deydigan mundaq bir xil ko'z qarashda bo'lg'achqa, yana Uyg'ur xalqi bilan urush qilgan, o'zaro urush qilgan. Xitoyning urush qilgan kuchi yo'q u vaqtda. Chunki Sediçinning ishini hammani Turkiy xalqlar, shu Tang sulolasi degan sulolani qurgan. Shu xalqlar boshqurgan. Endi demoqchimanki, Xitoy shu yezig'imiz bor, o'nimiz bor, bizning davlatimiz bor degan zamondan tortib, o'sha 840 yilgacha bo'lgan davr ichida Uyg'urlarning 3 cho'ng imperiyasi bo'lgan. Bular bilan bor. Shu vaqtda Uyg'urmi bor. Demak, Uyg'ur xalqimi bor degan gap. Bu Uyg'ur xalqi uningdan keyin bir yerdan paydo bo'lgan emas. Mushunda uzun tarixi va millat. Endi bu yerda Uyg'ur haqida biz to'xtalgan ekan, Uyg'urni jiqroq so'zlashimiz kerak. Endi Uyg'urning ajdodi kim? Bu Mahmud Qashqari Turk tillar divanida aytishicha, Uyg'urlarning ajdodi berib Nuh alayhissalomga taqishidi, shuningga taqiladi deydi. Uningda aytilishicha, odamlarning insoniyatning bo'g'isi bo'lgan Odam alayhissalomning o'g'li Shisning nasldan bo'lgan Nuh. Nuhning o'g'li Yapes. Yapesning o'g'li Turk. Demak, Turk, o'sha Turkiy tilida so'zlaydigan xalqlar Uyg'ur shuning ichida. Bu Mahmud Qashqari shunday deydi. Bu Qur'ondami buning isboti bor. Qur'oni Karimdagi Nuh surasini o'qisangiz, shu yerda yoziqliq. Alloh taolaning aytgan so'zi bor. Biz Nuhni o'zining qavmiga to'pon balasi kelishdan burun ogohlantirgan deb avatdiq deydi. Demak, Alloh taolo o'zining qavmiga, Turkiy xalqlarga Nuh alayhissalomni elchi qilib avatgan. İzahatlar var. Buna aniq. Demek Nuh aleyhisselam
bizning ajdodimiz. Biz shuningdan tortib taraqqiy qilgan. Endi hozir shu to'pon balasi degan rost bo'lgan. Hozir fan texnikaning isbotlashicha to'pon balasi miloddan ilgari 2370 yil burun, miloddan burun to'pon balasi yuz bergan. Agar shu vaqtda to'pon balasi 3000 metr egiklikka yetgan bo'lsa, Misrdagi madaniyatlarning hech qaysi qolmaydi. Demak, ba'zi madaniyatlar qolib qolgan. Tarix modisining eng tuvan qismidagi aniqi Kroran gözüne chiqqan yerdagi ashula saqlanib qolgan 6000 yillar. Demak, shu vaqtda to'pon balasi shu yerga kelib, tiz sinib ketib, yoki shu yerda endi bir Alloh taolaning qudrati bilan ashari saqlanib qolgan shunday madaniyatlar bor. Endi men bu orqali nima demoqchi? Xitoylar bizning 5000 yillik madaniyatimiz va tariximiz va 6000 yillik degan yolg'on. To'pon balasidan keyin undan mavjud emas. Bo'lsa shuningdan keyin paydo bo'lgan. Demak, Xitoyning jiq bo'lsa 4000 yildan sal ortiqroq tarixi bor. Bizning shunday tariximiz bor. Ana bu shundaq o'sha gaplarni qilish orqali shunday bir huquqni lapadim. Xitoyning tarixi bilan Uyg'ur xalqining tarixi, Turkiya xalqlarining tarixi hepsi o'xshash. Shu davrda bor. Bir-biri bilan urushgan, bir-biri bilan tunish. Tunuş düşmanlardan, tunuş düşmanlar. Ya, yaxshi düşmanlar. Endi shu yerda bir masala endi Xitoy uni yezib mangan. Ularning esida. Ular shunlashqa shu uchur vositalarini, tashviqot qurollarini, nashriyatlarni qo'lida tutishga intayin ahamiyat berdi. Ashundan ketib qolsa Xitoy mavjud emas. Aytlar uni shu o'zlari emasdi deydigan, rasul deydiganlar bor. Ashunlarning gapi endi rasulib bu Xitoyning tarixi degan narsa mavjud bo'lmaydi. Xitoy nimaga tayinladi? Matbuotga tayinladi. Bu Xitoyning eng chin tutilgan narsasi. Hozirgi zamonimizda bu matbuot deganni bu hamsi kompyuter bilan, texnika bilan bo'ladi. Bu texnikani Xitoy ijod qilgan, Uyg'urmi o'rgangan, o'rganyapti. Uyg'urlarni o'rganib, shu matbuotni qo'lida chim tutishni o'rganish kerak. Mana bu yo'l bilan biz Xitoyga tanqidish mumkin. Bu yana ortiq gap bu. Asli siyosiy ketib boradi. Bu siyosiy so'zlamay. Siyosiy gap deb tushunmadim men, Qurbanka. Endi siz tarixni so'zlasangiz, biz bilishimiz kerak-da, bu tarix haqiqat deb o'ylayman. Endi tarixning rostini so'zlash kerak. Endi men da'vatgan gaplar hammasi asar atiq bilan isbotlangan tarix. Isbot yo'q narsani men demadim. Agar bir yerda so'rash to'g'ri kelib qolsa, men isbotni ko'rsatib beraman. Endi Uyg'ur degan nom qachondan boshlab mavjud desa, endi shu milod ilgari 21-asrda Xitoyning Shosham davrlari deganda uy taraf, uylar degan shu Uyg'ur bo'lishi mumkin. Shundoq faraz qilish kerak. Ular emas demaydi. Uyfon degan shu Turkiya xalqlar deganni aniq deydi ular. Özürümü deydi. Ular mushu xalqlarni ular yozganda nayt usal xatlar bilan yozdi. Yirtqich hayvonlarni bildirilgan ashundoq
xatlarla yazdı Uygurlarni, Türkiye xalqlarni. Bu mu endi bu millatning bir psixikasi. Hemen yuqorida Xitoyning miladi ilgari 21-asrdan tortib ta hozirgacha shu 1949-yili bizni besib olgan qadar hozirgi Jumhuriyat Jumhuriyatiga qadar bo'lgan shu davr ichida 20 necha davlatning borligini men sanab beraman. Buning ichidagi asosan men 21 ni sanadim, avliyo biz ham sanab olsam, bularning ichida Xitoy bizning deyiladigan, shu hozirgi Xitoy shu tilda so'zlaydigan, shu o'zining deb otsi bo'ladigan faqat bir nechta davlat bor. Birisi Xan degan davlat, Xan sulalasi. Yana birisi Suy sulalasi, yana birisi Ming sulalasi. Ular millatchilik bilan to'lgan. Intayin ashaddiy millatchilik bilan to'lgan davlatlar. Shu uchi qadimgi zamonda Xitoyning. Undan keyingi zamonda Junghamingo Majangashining, Songjungsanning, bu Xitoyning, Junghaxalq Jumhuriyati bu Xitoyning. Qolganlari hech qaysi Xitoyning emas. Bu yerda bir muncha davrlar bor. Janubiy, Shimoliy Slavlar davri, bu deydigan davrlar bor. Shu vaqtda 5 xor 16 davlat deydigan davlatlar bor. Xor degani shu Mahmud Qasriy Turkiy tillar divanida İskender Zulqarnayn Uyg'urlarni xor degan, yana shu xor shu. Xitoycha xu deb yozilgan xat shu xor. Shu 5 xor xu qurgan 16 davlat so'rgan sadisining ishini. Shunda bir davrlar bor. 3 davlat degan davrimi qaysi Xitoy, qaysi emas belgili olmaydi. Bu tarix hamda shundoq bo'lgan tarix. Demak, Xitoy bu vaqtdan tortib ta hozirgacha Uyg'ur shu Xitoy bilan yaqin bir yerda bor. Qo'shni. Bular shu hadisi urushib o'shalar o'tgan. Hamda biz faqat o'sha 49-yildan keyin biz bularga o'zak bo'lib ketdik. Bu nima ish bo'ldi desa, bizni kommunizm mushularga tutib berdi. Ashuning balasi qoldik. Kommunizmning balasi. Bu endi mushundan bo'lgan ish, agar shu 11 bitim tuzilmasa, shunday bo'lmaydi. Biz 11 bitimni tuzilgan vaqtda bu masalani qaytadan yana so'zlaymiz. Endi shunday demakchi, shu milodi 840-yildan keyin Uyg'urlar shu Mongoliya yaylig'ida Uyg'ur yo'q. Hammasi ko'chib ketgan. Nima bo'lgan? Jut bo'lgan. Shivirg'onlik qor. 40 necha kun davom qilgan. Bu tarixda yozilgan bor. Shu vaqtda bu jut yuz berib, odamlar sirtqa chiqolmaydigan, yemak-ichmaklar o'chib qoladigan, hayvonlar, qo'ygonlar o'lib ketadigan, shunday dahshatli bir tabiiy ofat. Bu shu ofat bo'lgandan keyin, andikin yerdagi shu Uyg'ur davlatining har qaysi hashamatli yurtlaridagi xalqlar o'ziga kelgan ko'chgan. Qashqarning kelgan Qashqarga, Bolasagunning kelgan Bolasagunga, Turpanning kelgan Turpanga, nar kelgan bo'lsa ko'chib mongan. Ana bu cho'ng ko'ch. Ana shu vaqtda bu Uyg'ur xalqi degan davlat shuningdek mavjud emas. Buni yolg'on tarixchilar yolg'ondan tarixga qo'ydi. Rossiya bilan Xitoy, Ruslar bilan Sovet Ittifoqi bilan Xitoy bu tarixni yolg'ondan to'qidi. Nima desa, bu Urqu vodisidagi Uyg'ur davlatini Qirg'izlar
gumron qilgan, qirg'izlar kelib hujum qilib, ularni qo'llab o'tgan deydi. Shu 43 kun jurt bo'lganda, boshqa odam turolmay yerda qirg'izlar kelib tura olamlar. Aqalli shundoq. U vaqtda qirg'izlar Uyg'ur xalqining bir a'zosi, ular shimol tarafda. Ular bilan munosabat yomon deydigan hech qanday narsa yo'q. Bu endi ikkisining o'rtasida ziddiyat. Bu intayin aniq narsa. Shuningdek bu yolg'on tarixga hargiz ishonmaslik kerak. Unda ish bo'lmagan. Uyg'urlar kuch ketganki, qirg'izlar kuch birlik kelgan. Masalan, O'tirasiya tarafdan qirg'izlar, Uyg'ur bayaqi qirg'izlar, qozoqlar, turkmanlar, o'zbeklar, hammasi birga yashagan xalq. Bularda nima yo'q. Endi shu Xitoy bilan bo'lgan munosabat ana shunday qiladi. Dinimiz sezgür. Ular hammani yezib olgan, asl qoldirgan, azroq kuchayib qolganda o'chirgan. Mana hozirgi shu tarixning davomi. Hozir Uyg'ur deganning qo'lida hech nima yo'q. Shunlar qo'zg'atadi. Agar qo'lida qo'shimchalik bir to'mirning suni bo'lsa, kelmaydi unga. Biz o'tkazib Kurallarımızı. Sebep şu, bu anda tartı sabah. Hem de bir de kendine yerine jırıp ekleşti koyduğunda biz kaçandan başlayıp Uygur diye nam bizlerle. Demek Uygur diye nam enik tarih yazılgan vakti şu miladi 700 yılları Uygur hakallığı kurulgan. Uygur diye nam aslında hakallık kurulgan. Onun ilgili Türk degandan aslında uyuşkan bütün Türkiye halkına. Onun altında Hun degandan aslında uyuşkan.Uşundan 3 devrimiz var.Uşunun içinde hemisi Türkiye halkına var. O kayısından emes deyilgan gap yok. Endi bu ne Uygur degandan falan vaqtında bizler billa deb aniq aytılmaydı. Xitoy vaqtda Muşların hemisi yavaylat degan aşıların içinde Uygur var. Şunundan tatip Uygur mevcut. Yani bu Uygur degan isim Uygur yazığı miladi 480 yılı Turpan'da tepilgan bir yadgarlıkta Uygur yazığı var. Soğuk yazığı asasında yazılgan bir tarihçi yazılgan xat var. Yani bu Uygur yazığı. Demek bizim yazığımız miladi 480 yılı bizim yazığı var. Ondan keyin Uygur xalqı devrinde Mangutaşlar yazılan xatlar var. Örnek yazılan var. Bunlar hepsi Uygur yazığı, Türkiye halklarının yazığı. Onundan ilgili bağımlıkta yok değil olmaydı. Aslen Han sulalesi diyen devirde, miladın ilgili 200. yıllarda. 200. yıllardan miladi 23. yıllık olan aralıkta Xitaylardan uruş qilgan vaqtda şu Uygur taraf, Türkiye xalqlar taraf Han sulalesi yazgan xatlar. Mektup geldi, mektup yazdı deydi. O mektup qanday xat yazılgan, o bizga noma'lum. Eğer demegan ekan, buni deyil olmaydi. Shuningdek, demak Han sulalesi davrida miladdan ilgari bir 2. asrlarda yazık var. Qanday yazık hozir bizga ma'lum emas. Ondan keyin 900 yılda, milad 900 yılda bu bizde alayım yazık var. Ondan keyin Mahmud Qashqari, Yusuf Hacip davri bo'ldi. 11. asrlar. Bu vaqtda yazık. Moğol yazığı o'xshaydigan Uygur yazığı.
Bunu soğuk yazık asasındaki Uygur yazığı da atıldı. Uşunda yazık kullanılan. Mahmud Kaşgari Arap ilifbasi asasındaki Uygur yazığını kullangan bo'lishi mumkin. Türk Tillar Divanı'nın qaysi yazık yazgan bu deyilmeyen. Şunlaşqa ben falan yazık yazgan diyemeymen. Ama Türk Tillar Divanı'nı yazgan. Nerede yazgan? Irak'ta yazgan. Irak'ın şimalında, Türkmenlerinin yurduda. Şu Mahmud Kaşgari'nin tutqanları Türkmenler iştiga. Şu yerde 10 yıl turgan. Hem de bir yerde Türkmenlerle münasebet kişilendi bu. Bu mışındak değillerine. Bizim de Uygur yazığı diye yazık şu miladi 480 yılında Uygurlarla bizle Turpan'da. Bu nahiyette Turpan diyen köp kıl medeniyet yığılgan bir joy. Bu Xitaylarning shunda yaxshi tadqiqot tadqiqotchilar Turpanda. Şu Urqu valisidan ko'chib Qashqarga kelganlar Qarxonlar davlatini qurgan. Mahmud Kaşgari şu davlatni qurganlarning avlodi. Hem Yusuf Asacip Balısağın'daki O'rta Asiyodagi, yerdagi bu Uyg'urlarning avlodi. İkisining yurti o'xshash emas, ammo hammasi Qashqarda muvaffaqiyat qozongan. Ilmini Qashqarda xalqqa yaygan, shu yerda muvaffaqiyat qozongan. Ular u dunyoga ketganda shu yerdagi xalq ularni yerlikka qo'yib, berib yo'qlab turgan, tavaqqut turgan. Qaysi bir yerdagi birisi Mahmud Kaşgari'ning moziri mayadi bor, biz shuni yerlik qo'ya olgan deyalaydi, deyamaydi. Bu narsa emas aniq. Demak, Uyg'urning bu jihatda qilgan xizmatlari xili yaxshi. Endi Xitoylar o'zini Xan deb ataydi. Xan millati deb ataydi. Bu nimaga asosan Xan sulolasi davridagi shu mag'rurlanadigan shunday bir tarix asosan deydi. U vaqtda ularning mag'rurlangan tarixi bor shu davrda. Şu Xan milleti biz deb shuni tatib ataydi. Amaliyotda uningdan keyin o millet nurg'un qatim yo'q. Tan sulolasi davrida o millet yo'q. Uni Uyg'urlar boshqurgan. Turkiy xalqlar boshqurgan. Uningdan keyin Yan sulolasi bir suloli bor. Uni Mo'ng'ullar qurgan. Mo'ng'ullar necha yuz yil shu so'rgan shu Sadichinning ichini. U Xitoy davlati emas u. Uningga qarshi hamda Ming degan bir davlat qarshilik qilib, biz bir davlat qurib uzun davom qilamagan. Uningdan keyin Qing sulolasi degan bir suloli bor. Bu sulola Manjularning sulolasi, Manju davlati. Bular Manjular Xitoylarni necha yuz yil so'rgan. U Xitoy davlati emas. U Manju davlati. Şu vaqtda Manjularni shu Xitoylar kuchkirtib, shu g'arbda cho'ng boylik bor. Sizga shu boylikni aytamisak bo'lmaydi. Ma'qul deb Xitoydan askar olib, Xitoy askari bizga hujum qilib, shuga hujum qilgan davr shu. Manju davri. Miladi 1750 yildan tortib, endi 18-asr bu. Şu Manjular bizga tijovuz qilgan davr. Endi bizning madaniyatimiz ulardan yuqori bo'lg'achqa, ularning madaniyatini qabul qilgan ish yo'q. Endi Uyg'urning yana bir xil yeziqi bor deydi.
Mahmud Qashqari deydi. Çinliklarniki o'xshaydigan bir xil yeziqi var. Uni Uyg'urcha o'qiydi. Demak, Xitoycha xat endi. Xitoycha xatga o'xshaydigan xati var. Uni Uyg'urcha o'qiydigan bir xil yeziqi var deydi. Yaponlarning yeziqi shunday-ku. Yaponlar o'zining tilida o'qiydi. Shuning o'xshash bizning bir yeziqimiz bo'lgan. Shu yeziqni men bir mazgil tadqiq qilgan, keyin vaqt yor bermadi. Yani azroq davomlashgan bo'lsa, shuningdan bir necha parcha narsani ishlab chiqish mumkin edi. Vaqt yor bermadi, shuning bilan bu qilib qoldi. Endi bu ham qilib qolgan ish, qilolmagan. Endi shisha yeziqi bir yeziq bor. Xitoy yeziqiga o'xshaydigan. Ammo uning siziqlari Xitoy yeziqidan xeli ko'p. Bu Tangutlarning yeziqi. Demak, Tangutlarning yeziqi mu Xitoy yeziqiga o'xshaydigan yeziq. Shuningdek bu yeziqni biz Xitoy yeziqi demaymiz. Xitoy yeziqidan kelgan demaymiz. Uyg'urlar qo'llangan ash yeziqni biz uni yana Xitoy yeziqi demaymiz. Ashunday bir xil yeziq bor. Uni Xitoy yeziqi demaymiz. Bu yeziq bizden bağımı, Xitoydan kelganmi, bu mu noma'lumdir. Çünkü bu mesele bunun pakit gerek. Xitoylar pakit sözlüsü buldu. Pakit yapamasa biz bunu itiraf qilmaymiz. Endi bu Xitoycha aslında xatlarni, xatning ağını mundaqdi deb Xitoylar o'zi davoldi. Buni hozir endi bizning matbuotimiz yo'q, ular bilan muzokiralashadigan, munoziralashadigan hech nimamiz yo'q. Shuningdek, shularning degan bo'lib ketdi. Endi bu yerda bir odam bor. Shvetsiyalik Karl Green deydigan. Bu odam Xitoyda 37 yil turib, Xitoy yezig'ining qadimgi ohangini tadqiq qilgan. Shu yakunlab chiqqan shu nazariya ta hozirlik bütün Xitoy ziyolileri şunu itiraf qildi, shuni qo'llanadi. Karl Green, uning Xitoycha ismi var, Gobinxan deydigan. U shvetsiyalik. Endi aql jihatda g'arbliklar ulardan xilbak yuqori. Endi hozir ba'zi kishilar shu dunyodagi har qaysi joydagi odamlarning aql parosati to'g'riliq nurg'un gaplar var. Bu temenin sırtı durup kaldı. Endi icad kılalaydıgan millet, doğraydıgan millet deydigan ikkiga ayrıldı. İcad kılalaydıganlar g'arbliklar. Tarih muhacısında 7 xil keşfiyat olgan. İcad kılalaydıgan millet biz. Xitoylar doğraydıgan millet. Ulardan bir narsa icadiyat yok. Bizden töçen keşfiyatımız var deganni mi hozir demaydigan bo'ldi. Uni oldirib etdik. Ama shunday ish. Endi o'sha Uyg'ur degan ism qachondan tortib biz bilan birga desa, Xitoyning Shoshan sulolalari davridan tortib, miloddan ilgari 21-asrdan tortib, ta hozirgacha Uyg'urlar bilan birga. Bu hemisi Türkiye xalqlariga o'rtaq madaniyat. Endi mening o'sha vaqtda deb beralaydiganim shu. Buningda ba'zida hissiyot jihatda bundoq ketib qolgan yoki xato tiyilib qolgan gaplar bo'lsa, tuzitib qo'ysanglar men aytdi, xush bo'laman. Rahmat. Endi ikkinchi savolga o'taylikmi? Ya, mavzuning yana azroq bir nimiz qoldi. Endi o'sha Uyg'ur degan so'zning ma'nosi nima? Buning ma'nosi to'g'riliq bu Rusiyalik mashhur bir turkshunos bor, turkolog bor, Radlov. Uning tushuntirishicha Qudrat Qubilikning kirish so'ziga shu so'z yozgan odam shu. Uning aytishicha Allohga Uyg'ur deb atagan. O'g'izxon o'zinimi
Uyg'urning haqoniman degan. Demak, Uyg'ur degan so'z Allah uchun kurash qilgan yo'lga ergashganlar, mang'allar degan ma'noni bildirdi deb Radlov ashundaq tushuncha berdi. Endi Mahmud Qashqarichi uning aytishicha miloddan ilgari İskender Zulqarnayn Makedoniyadan qo'shin tortib hech qanday yerda mag'lub bo'lmay udul Uyg'ur eliga kelgan vaqtda uning oldiga bir necha ming otliq chavandoz chiqqan. Bu Zulqarnayn shunda qaraydigan bo'lsa, bular otga minganda shundoq chabdas. Oldiga nazini o'qiyani qanday atsa, keyiniga shunda atalaydigan bir turib otning qo'sig'ida, bir turib yenida, bir turib ustida, ashundaq bu qarab turib bu qo'z Qur'onni debdi. Bu o'zining nanni tepyaydigan millatga. Bular urush qilmayli deb, shuning bilan bu Uyg'ur elida İskender Zulqarnayn kelishim tuzib urush qilmay ichkariga qarab mangan ekan. Shu vaqtda Sadichinning sepili so'qolgan ekan. Kelmoqchi, bir qo'shin kelmoqchi deb sepil so'qqan ekan. Yani bu Mahmud Qashqari aytgan hikoya. Yani bu hikoya endi. O Sadichin bor. Yani bu shu ras shundan so'qilganmi yo boshqa sababi bormi? Bumi tafe jiqroq nima qilish tegishli ish. Endi demak Mahmud Qashqarining aytishicha shu Zulqarnayn bu o'zining nanni ustab yeydigan ekan. Buningga biz urush qilmaymiz, chaqilmaymiz deb ularla ittifoq bo'lib qilgan ekan. Shuningdan keyin İskender sepillari, İskender shaharlari so'qilgan. Egiz tomliq binalar. Biz hozir Turpandagi Qo'jo shahri, nimaga Oqsepil shahri degan shaharlar hammasi shu davrda so'qilgan. Ashundaq bir shahar so'qish shu vaqtda taraqqi etgan, shu vaqtda boshlanib etgan, shu Iskandariya deb ataladi. Shaharlarning ismi İskenderchi Sepil deb ataladi. Undan keyin Xitoyning endi koni tongnomida bunda bir gap bor. Milodi 789-yili Chedirliq o'rdidan Urqul vodisidan Tang sulolasiga Uyg'ur xaqonligi adam avatibdi. Adam avatib, sen bizning ismimizni qalaymiqan yozma. Bizning ismimizni Shunqardek parvoz qilguchi degan ma'noni bildiradigan xatlar yozsan deb, Xuygu deganni shu xatlar yozsan deb belgilab bergan degan bir nimba. Demak, buningdan qaraganda shu vaqtda Uyg'ur xaqonligi Xitoy tavasidagi Tang sulolasining demirlariga buyruq tushira oladigan shundaq kuchga ega. Kuchlik degan gapda. Endi bu Uyg'ur deganning ma'nosi agishish, uyushish, ittifoqlashish, Uyg'ur shu uyushib qolish degan ma'no bildiradi. Endi mening bugun shu Uyg'ur haqida beradigan izohatim, so'zlab beradiganlarim shunchalik. Endi biz amsa ikkinchi savolga o'tamiz. Men ekranda hozir 11 betimninki rasmini rasm shaklda deylik ko'rsataman. Bu bir ko'rdinglar, endi buni men ekranga burunma chiqarib qo'ygan. Andan keyin endi shu ko'rsatib bo'ldim. Qurbanqa boshlayversangiz bo'ldi. Ma'qul. Endi biz yuqorida deb o'tgandek, biz hozir Sadichinning ichi turayotgan Xitoylarning
ajdodlari bilan bizning ajdodlarimiz miloddan ilgari 21-asrdan tortib urush qilib kelgan. Pat-patla urush qilib, pat-patla bu yengish doim bo'lib turadigan narsa. Bu urush to'xtagan emas. Endi mushu tarixda Xitoy bilan Uyg'ur o'tirsida, Uyg'ur deganim butun Turkiy xalqlar. O'tirsida 6 qatim kelishim bo'lgan. 6 qatim kelishim tuzilgan. Bu kelishimning oldinda 5 g'alaba. Oldingi g'alaba. Hozir biroz ovozda chataq yuz berib, qaytadan desangiz bo'ladi. Oldidagi 5 g'alaba demoqchi, shundaqmi? G'alaba. Oxirgi 11 bitim bu bir mag'lubiyat. Ani men oldingi 5 ni qisqacha bir tanishtirib ketay. Tunji bitim miloddan ilgari 200-yili yuz bergan. Shu vaqtda Xan sulolasining podshosi Lyuban bu Batur Tag'ruqutni biraqla yig'ishtirib etay, mening shuncha jiq odamim bor deb bu 300 mingdak askarni nima qilib, shu nemaga bordi ekan? Baydinsan tag'iga. Mana shu Sanshi tarafda. Shu toqqa bordi ekan. Shu toqqa berib, hamda urush qilish tayyor bo'lib turganda to'satdan muasirga tushib qoldi ekan bu podshoh. Demak, bu Turkiy xalqlarining qo'shinlari buna otliq shundoq chadda so'g'ishqa ularni allaqachon qurshov qilib bo'lgan ekan. Bu tushib qolgan endi bo'lmadi. Sulh qilayli deb buni Baydinsan tag'iga bir suhbatga chaqirdi ekan. Shuning bilan suhbatda bir kelishim tuzdi. Ikkinchi qatim biz sizlarga hujum qilmaymiz, sizlar bilan urush qilmaymiz, tinch o'timiz deydigan bir kelishim tuzdi. Shu vaqtda shu Uyg'ur tarafga, shu Turkiy xalq tarafga o'lpon to'laydigan bu nayt ko'p oshliq, nayt ko'p ipakraq to'laydiganga imzo qo'ygan ekan. Shundan boshlab bular o'lpon to'laydi bizga. Bu endi Baydinsan tag'ida muasirga tushib qolish deb ataladi. Bu nayt Xitoy tarixlarida mashhur hikoya. Buni ular nomus deb biladi, ammo bu hikoya yomon taralgan. Hammasi biladi. Bu saboq deb biladi. Endi ikkinchi bitim milodi 615-yili tuzilgan. Türk qog'oni Ishbara qog'on bilan Suy sulolasining podshosi Yangjan o'tirisi tuzilgan. Bu Yemen tag'ida muasirga tushib qolganda tuzgan. Shu muasirga tushib qolganda bu Suy sulolasining podshosi oxir sulh qilib kelishim tuzgan. Shuning bilan yana o'lpon to'laydigan bo'lib, ikkinchi hujum qilmaydiganga va'da berib, bu kelishim imzolangan, bu tugagan. Shuning bilan bir mezgil tinchlik davom qilgan. Har qatim Xitoyni bir muasirga olib, podshosini tutib olgan vaqtda, anikin ikkinchilab urush qilmaslikka va'da berib, tinchlik hukm surgan bir mezgil. Oldin qismi shu. Endi 3-bitim milodi 628-yili u Ili qog'on bilan Tang sulolasining podshohi Lishimin o'tirisida tuzilgan. Bu qayerda tuzilgan? Shiyanga yaqin bir yerda Veyxa deydigan bir daryo bor. Shu daryoning bir ko'rigi bor ekan, uni Laylami ko'rik deydi ekan. Ay ikkisi shu ko'rik ikki tarafdan kelib, shu ko'rikning o'tirisiga kelib tuzgan ekan. Bular qaysi tilda so'zlashdi uqilmaydi. Bir-birining tilini shu vaqtda o'xshaydigan bo'lishi mumkin. Turkiy tilini chuqur biladi, bo'lmasa ham qilmaydi. Endi bular bu bitimni
dost buluş bitimi deb ataydi. Urush qilib berib, dost bo'lganga imzo qo'yib yenib kelgan. 3-bitim. Ha. Bu mushundaq. Endi 4-bitimchi milodi 757-yili tuzilgan. Urxun vodisi tuzilgan. Bu Uyg'ur xonligining o'rdisida tuzilgan. Shu vaqtda Tang sulolasidan shu Uyg'ur xonligining o'rdisiga berib, uni Chedirliq o'rda deydi. Shu o'rdaga berib, shu yerda bularni talab qilgan, tizilib o'tirgan bir rasm bor. Mening Facebook'imda bor. Shuni ko'rgan bo'lishinglar mumkin, ha. Shu vaqtdagi rasm. Tang sulolasidan bo'lganlar shu yerda Uyg'ur xonligiga tizilib turib talab qilgan. Bizning podshohimiz hozir Chang'anda, Shiyanda turamay, qechib ketay deb qoldi. Qutqizib olsanglar. İsyan yuz berdi bizde. Shuning bilan Tang sulolasi 5000 askar bilan qutlug' qolganmi, qaysi bir qolganni avatidi. Shu Shiyandan tortib, shu Loyang'ichilik, Loyang, shu Sandungning bir yerligichilik 11 shaharni to'planchilardan tozalab quliga Tang sulolasining quliga berib bergan. Shu vaqtda shu kelishim bo'yicha Tang sulolasi shu Uyg'ur xonligining har bir oilaga biridan dedak taqdim qilgan. Uy xizmatchisi taqdim qilgan. Andan keyin oshliq, yipak, ya'ni o'lpon tulaydiganga nima qilgan. Uningdan ilingan o'lja hammasi Uyg'ur xonligining bo'lgan. Shuning bilan Uyg'ur xonligi texnik kuchiydi. Bu endi shu bu 5-bitim. Bu 4-bitim, 4-bitim. Endi bundan keyingi 5-bitim bu milodi 1211-yili Chingizxon bilan Turpan Idiqut xonligining xoni Borchuq ortikin o'tiris tuzilgan bir kelishim bor. Shu vaqtda bu Chingizxonning o'sha Mo'ng'ullarning bir qabilasi bor. Qitan deydigan bir qabila bor. Shu qabila Mo'ng'uldan ayrilib, yuz o'rib, Xitoy tarafga ketib, eng burun Xitoylashgan qabila. Bular Mo'ng'uldek botir, Xitoydek hilgar bo'lib chiqqan o'sha qabila a'zolari oxir bu g'arbga kamayib Qarxonilarga hujum qildi. Bu Qarxonilarga borgandan keyin butunlay shu Uyg'ur urf-odatlari bo'yicha kal o'ltirib, qo'y o'ltirib, otni qurbonlik qilib, shundoq shu urf-odatlarni qilgandan keyin, bular bizning urf-odatimizni biladigan noyat yoshqa ekan deb o'ziga olgan. Shuning bilan har bir shaharlarga bularni qo'ygan. Bular bilimlik, noyat ko'pni biladigan, shunda hilgar o'g'achqa har bir shaharlarga berib, uzun o'tmay Qarxonilarni o'zining kontroliga olgan. Shu vaqtda Qarxonilar islomda, Turpan texchi budizmda. Texi budizmda turayotgan Turpan xonligining xoni avmi Uyg'ur bizning nimimizni ma'vo Qitallar buzaqib ketdi. Ularga bir qarshi turmasak bo'lmaydi deb buning chorasini izlagan. Chorasini kimdan izlagan? Chingizxon bilan suhbatlashgan. U Chingizxondan yuz o'rgan Qitallar emasmi? Shunlashqa Chingizxon bilan so'zlashgan. Bu Chingizxonning noyati g'azabi bo'lg'achqa buning bilan kelishim tuzib, shu yerda shu Qarxonilarga hujum qilgan Qitallarni, Qarxitoylarni butunlay yo'qotish to'g'riliq bir bitim tuzgan. Bu bitim shu Chingizxon Borchuq ortikan bitimi deb ataladi. Shuningdek ikkisi birlashma armiya qurib, bu Qarxonlar tarafga hujum qilib, Qarxitoylarni bir necha yil ichida butunlay mag'lub qildi.
Bu Qarıqtaylar ilgari o'g'ashqa qechib Yevropaga chilib borgan. Qarıqtayning qadimi yetganligi joyga bu Chingizxon bilan Borchaqar Tekinning armiyasi birga berib, shahar qo'g'lab tutib, hatto shu Rim imperiyasimi shu vaqtda ag'darilib ketgan. Demak, Chingizxon armiyasi bilan Uyg'urning Borchaqar Tekin armiyasi shu Qarıqtaylarni yo'qotish jangida shu Yevropaga chilib berib, shahardagi shu Rim imperiyasini ko'zga ilmay ular ag'darilib ketib, shahardagi Qarıqtaylarni birini qo'ymay butunlay yo'qotib bo'lgandan keyin, andan qaytib kelib, ular o'zlariga ketgan. Shu vaqtda Chingizxon e'lon qilgan bir qonun bor. U qonun yasoq deb ataladi Mo'ng'ulcha. Shu yasoq degan gap shu. Bu qonunning 5-moddasida Mo'ng'ullar bola vaqtidan tortib Uyg'ur tili o'rganadi. Uyg'urlarning urf-odati bo'yicha ish ko'radi deb belgilangan. Shu qonun bo'yicha shunlashqa bizning yurtga kelgan Mo'ng'ullarning hammasi Uyg'ur bo'lib ketgan. Uyg'ur bilan Mo'ng'ulning hech qanday farqi yo'q. Tarix Rashidi degan bir tarix kitob bor. Shu kitob qarasangiz, shuning kirishida shunaqa deydi. Nayta shani shavkatlik Mo'ng'ul xonlari bordi. Ularning bir Mo'ng'ul belgisi qolmadi. Tili, dini, hamma nimasi Uyg'ur bo'lib ketdi. Endi bu şanlıq tarixini eslash uchun men Tarix Rashidini yozdim deydi. Shu Mo'ng'ullarni eslab, shu şanlıq tarixlarni eslab, bu Tarix Rashidini yozib chiqdi. Demak, Mo'ng'ullar bilan Uyg'urlar o'rtasida shundoq munosabat bo'lgan, birga urush qilgan, Mo'ng'ul bilan hech qanday bir urush qilmagan. Mo'ng'ullar har qachon qolganlar Uyg'ur bo'lib ketgan, faqat Uyg'ur bo'lanmay qolib qolgan azroq Mo'ng'ul eng oxirida shu Ili vodisida to'xtab qilib, ular ishkiri ko'chib ketgan. Ular u qabila qolmoqlar degan shu. Islomga kirmay qolib qolganlar shular. Bu ishkilib Mo'ng'ul bilan hech qanday ziddiyat yo'q, birga kurash qilgan millat. Endi bu shuna bir deb o'tishga to'g'ri kelgan gap bo'ldi endi bu 5 bitim tugidi. 5 bitimdan mazmuni tugidi. Endi biz 6-bitim kelaylik. 6-bitim abiyam sizlar ekranda ko'rgan shu qo'lyozma, shu 11 bitimning qo'lyozmasi. Bu bitim 1946-yili 2-oyning 1-kuni Urumchida tuzilgan. Shu vaqtda Ilida bir qo'zg'olon bo'lgan shuningdan burun. Bu Ili qo'zg'oloni deb ataladi. U Komindanga qarshi, Xitoyning Gomindan hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon. Ular bizga tajovuz qilgan, shuning qarshi bo'lgan. Shu mezgilda endi Sovet ittifoqi taraf shu vaqtdagi Turkiston endi o'sha hozirgi Tarim vodisidan tortib O'rta Osiyodagi har qaysi respublikalar hammasi bir Turkiston. Shu Turkistonning g'arbini Chorosiya, uningdan keyin Sovet ittifoqi parchalab 5 respublikaga aylantirdi. Shuning bilan 5 respublikani qurib berib, sen aning bilan tuqqan emas, munosabating yo'q. Sen aning bilan tarixiy munosabating yo'q deb hammasini bir-biridan hech qanday munosabati yo'q deydigan shundoq respublikaga aylantirib o'tgan. Amaliyotda qaysi birisini hech bir-birini ko'rmagan bir odamni bir yerga olib qo'yib qo'ysangiz tarjimon ketmaydi. Hammasi bildi. Turkiy til. Bu Sovet ittifoqi qilgan ish. Uni 5 ga parchalab bo'ldi. Endi Turkistonning sharq tarafi bu tarafda qoldi. Bu tarafda qolgandan keyin bu yerda Gomindan qarshi isyon bo'ldi.
bu Komintangni butunlay qo'g'lab chiqarsa, bu kuchlanib ketsa, g'arb tarafdagi respublikalarga ta'sir etadi. Bular bir tuqqan emasmi? Shunga Sovet ittifoqi yordam berib, bu yerda bir inqilob qo'zg'atdi. Endi bu uchiq yordam beramiz degan gap yo'q. Ammo mustaqil bo'linglar deb avatgan. Kelib bular inqilob qildi. Bular rostli mustaqil bo'lamiz deb inqilob qildi. Bu qo'zg'olonni bir inqilobga aylantirib oldi. Shunga ili inqilobi deydi. İnqilob degan kommunizmcha atalg'u. U qo'zg'olon asli. Shuning qo'zg'olon ekanligini shu vaqtda Amerikalik bir yozuvchi, ayol yozuvchi Linda Benson shu ili rebellion, ili qo'zg'oloni deb bir kitob yozgan. Shu vaqtda ashlarning shuning qatnashgan u tarafning bu tarafning hammasi bilan hammasi intervyu qilgan, so'zlashgan, hammasining so'zlari bor. Naytdi o'tirib yozgan. Undaq yonbesib yozgan emas. Yaxshi tarix bu. Endi shuning bilan bu ilida qo'zg'alangan qo'zg'olon oxir inqilob deb ataldi. Ili inqilobi deb ataldi. Inqilob degan kommunizmcha, sotsializmcha atalg'u. Shuning bilan bizning tilimizga bu atalg'u singib ketdi. Bizga ta'sir qildi. Shu nurg'un narsalar bizning engimizda yomon ta'sir berdi. Bu inqilob emas, qo'zg'olon. Tijovuzchilarni qo'g'lab chiqaradigan qo'zg'olon. Inqilob degan gap ani o'zgartib, yana bir hokimiyat bo'ladigan. Bumi mustaqilda ko'rinadi amaliyotda o'ziga sodiq bo'ladigan. Eng oxirida men Sovet ittifoqiga sodiq bir respublika quray desam o'nimdigo. Unimay kelishim tuzgan. Xitoy bilan kelishim tuzdi. Oxir Komintang bilan kelishim tuzdi. Adamning ishsi bu qo'lyozmaga shu kelishimga imzo qo'ygan ikki taraf jangash tarafning bir adimi bor, Jiang Zhijun. Bu Jiang Zhijun degan kim o? Jangash avatgan amaliyotda Xitoy Kommunist partiyasining markaziy komitetida ishlaydigan odam. Kommunist. Bu keyingi tarixiy narsalarda o'tirib qo'yilgan, buning asosi bor. Endi bu kelishimni Xitoy taraf 11 bitim deb ataydi. Biz Uyg'urlarcha Sharq Turkiston Jumhuriyati bilan Junxomingo o'tirisida tuzilgan bitim 11 bitim deb ataydi. Amaliyotda bu bitimning hech qanday yerida Sharq Turkiston Jumhuriyati degan ism yo'q. Uyg'ur degan ism yo'q. Adamning ish sirli ketadi. Buni kim yozgan? Ehtimol Ahmadjon afandilar yozgan emas. İsa efendi yozgan bo'lishi mumkin yoki Xitoychadan tarjima qilgan. Bu noit uslub bilan tuzilgan bitim. Bu bitimning kimlarning ismi bor qo'lga yozgan ismda? Endi Xitoy tarafdan, jangash tarafdan bir Jiang Zhijunning ismi bor, imzo qo'ygan. Va Sharq Turkiston tarafdan Rahimjon Sabiraji, Ubulxayri Pasha, Ahmad Qosimi, Ahmadjon Qosimi emas, Ahmad Qosimi. O'zining o'z qalami bilan qo'ygan 3 odamning imzoi bor. Endi bu kelishimning ismi nima? Bu kelishimning mavzusi bundoq. Markaziy Jungo hukumati bilan bu xatni hozirmi ko'pincha odam o'qiy oladi. Buni tarjima qilmasam bo'ladi, tushuna oladi. Shuningda ashunda aniq yozilgan. Markaziy Jungo hukumati bilan Xinjiangda ixtilol qilgan
joylarni ishg'ol qilib olgan xalq vakillari bilan qurolliq janjal masalasini tinchlik bilan hal qilish to'g'riliq bitim. Bu nima degan gap? Bu Markaziy Jungo hukumati bu bir taraf. Yana bir taraf kim o? Bu Şinjan degan yerda idora qilinayotgan, Xitoy tarafidan idora qilinayotgan joylarni ishg'ol qilib olgan, besib olgan xalq vakillari, xalqning vakillari bilan tuzgan. Demak, bu Sharq Turkiston Cumhuriyatini Şinjanning zaminini besib olgan degan bu yerda. Buni aniq. Endi shu qilganlarning vakillari bilan qurolliq janjalni, qurolliq to'qinishni tinchlik bilan hal qilish bitimi deb yozilgan. Bu bitimning mavzusi shu. Mushuni ko'rib turib imzo qo'yishga qandoq kallasi bo'lgan, men faqat ishonmayman. Bu endi bir nomus, odam izot atadigan narsa. Bu g'urur, butun Uyg'urning g'ururini yo'qlik qildigan. Bu Gomindan kelib tajovuz qilsa, sen onun qarshi tursan, qarshi turib, eğer bir hukumat qursan, o'sha qurgan ya'ni Gomindanning Şinjanning idora qilayotgan yerini egallab olgan xalqning vakillari bilan tuzgan kelishim desa ma'qul deb shuni imzo qo'ygan. Yoki bu kelishimni shu vaqtda ko'rsatmay qo'l qo'ydirib olganmi? Bu to'g'ri huquqlamaydi. Endi kelishimda bu kelishim nihoyat aniq, xitimi aniq, uning tilimi aniq, buni tarjimon ketmaydi. Buni endi shu vaqtda shunday bo'lib ekan. Bu bir savol endi. Endi bu savokni olmaganlar bizda bor yana. Mush kelishimni nima deb tushuntirdi desangiz, Sharq Ruston Cumhuriyati bilan Junxamingo hukumati o'tirisida tuzilgan bitim, 11 bitim deb kitoblarga yozildi. Qarasanglar bizning hozirgi zamon yozuvchilarimiz, hozirgi zamon siyosiy ullarimiz, hozirgi zamon tarixchilarimiz aylanib yozgan. Bu texmi cho'ng yolg'on. Ameliyat ustida hech qanday bir Sharq Turkiston Cumhuriyati yoki Uyg'ur degan hech qanday narsa. Uyg'ur degan gapmi yo'q. Buningda endi eng oxirida harbiyni bir qo'shimcha kelishim borki, ya'ni bir shu kelishimda Sharq Turkiston Cumhuriyatining butun harbiylarini Gomindanga o'tkazib beradigan kelishib ekan. Shuni ashunda o'tkazib bergandan keyin hozir qo'limizda hech kim bo'lmagandan keyin bu shunda lagerga solaydi. Mana shu tarixning davomi. Bu adam sal qaynab qoldi ekan, bunda narsalarni anglasa, shu vaqtda o'tib ketgan savarlik bor. Yana hadislar bir Xitoylar kelishim tuzdigan, shuni imzo qo'yishga aldiraydiganlar, rasm tushib, qoldirishga aldiraydiganlar, uning bilan buning bilan har qanday ishni bilibroq qilgan yaxshi. Nima tushdi rasmga, nimaga imzo qo'ydi, buni bilgan yaxshi. Shunga men bu yerda sal qaynab qoldim endi. Elime açığımda desa oldim. Aşundaq narsaga imzo qo'ygunga men faqat ishonmayman. Undan keyin bizning yozuvchilarimiz Sharq Turkiston Cumhuriyati bilan jangayishi, Gomindan Markaziy hukumati o'tirib tuzilgan bitim deb yolg'on aytganiga texmi bak ochilib keldi. Endi bu shunday bo'lgan ish, 11 bitimning qo'lyozmasi bor. Yazmini men nemida Facebook'umda chiqarib qo'ydim. İmzo qo'ygan odamlarning imzolari bor. Ashxatni surishtirib taqinlar, o'zi yozganmi yo kim yozgan? Buni aniqlashga bo'ladi. Har holda bu vaqtda fikrimni bo'lsa beringlar. Men bugun mushunchalik so'zlar qolganini endi yana bir qatimda endi savol bo'lsa yana söhbetleşsek bulduk.
Rahmat. Endi keşu ketdi biz tarafdimi. Şunga anandikin siz nima bek uzaq vaqt sözletdik bugün. Yanıma qeyrindaşlarım ayrım xonamda Qurbanvali ustozdan sormoqchi bo'lgan savollaringlar bo'lsa, ivatib qo'ysanglar, uni biz ratlab chiqib, anandikin men ivatib berma, Qurbanvali ustozlar, anandikin mushtaq bir suhbatlarni o'rinlashtirsak bo'ldi. Hammanglarga rahmat.